Qo'qonlik biznesmen akaxonlarimiz shu yerdamisiz? Qachonlardir katta joy bo'lsa, o'zimga qarab bir rejalar qilardim deb o'ylab yuruvdingiz. Aynan shunday joy bugun sotuvga qo'yildi. Umumiy maydoni 20 sotix, maydonning uzunligi 100 metr, eniga 20 metr bo'lganligi uchun ichida istalgan loyihani bemalol joylashtirsa bo'ladi. Kommunikatsiyalar allaqachon ulangan. Gaz, svet, suv tarmog'i bor. Ichkariga bemalol tortilgan. Bu esa ertaga qurilish boshlayman desangiz, vaqt yo'qotmasdan ishni boshlaysiz degani. Joyning ichida tayyor angari bor. Ustiga bu yerda gazoblok ishlab chiqarish uchun stanok ham mavjud. Xohlasangiz ishlab chiqarishni davom ettirasiz, xohlasangiz o'zingizga boshqa maqsadga moslab olasiz. Yon atrofida zamonaviy tipdagi kottejlar qurilayotgan, hudud tobora rivojlanib borayotgan maskanlardan biri. Eng katta plusi hujjati turar joy. Xohlasangiz hujjatini turar yoki noturar qilib berishadi. Shahar markazidan atiga 2 kilometr uzoqlikda joylashgani ham katta ustunlik. Kottej qursam deydiganlar uchun ayni muddao. Quruvchilar uchun esa qulay imkoniyat. Joy tekis, kirish qulay, narxi ham bozorga nisbatan juda arzon. Maydon ichida 4 ga 7 o'lchamdagi bitta xona ham bor. Vaqtinchalik xona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Narxi bo'yicha egalari 1 sotixi $1900 dan so'rashyapti. Bu hududda 1 sotixi 5000-6000 bo'layotgan paytda Vodiy House obunachilari uchun 1900 dan qilib berishyapti. Yana kelishadigan joylari bor ekan. Manzili O'zbekiston tumani, Qoratepa MFI, orientir Ohanqaynar krugidan kelganda, aeroport krugiga yetmasdan chap qo'lga 300 metr ichkarida. Egalarning raqamlari shundoqqina ekraningizda. Bemalol bog'lanib, kelib, ko'rib, baraka qilishingiz mumkin. Shunaqa katta imkoniyatlarni o'zida jamlagan joyimizni quruvchi tanishlaringizga ulashib, jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.